Chortoq tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 7-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi bugungi kunda zamonaviy ta'lim talablariga javob beradigan tajribali pedagoglar jamoasi faoliyat yuritadigan bilim maskanlaridan biridir. Maktabda 56 nafar yuqori malakali pedagog 687 nafar o'quvchiga ta'lim va tarbiya berib kelmoqda. Mazkur maktabning asosiy yutuqlaridan biri aql va fidokor pedagogik jamoadir. O'qituvchilar o'rtasida o'zaro hamjihatlik, doimiy tajriba almashinuvi, yangi metodlar ustida hamkorlikda ishlash an'anaga aylangan. Jamoadagi do'stona muhit, o'qituvchi va ma'muriyat o'rtasidagi o'zaro hurmat va tushunish ta'lim jarayoni samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Maktabda darslar interaktiv usullar, axborot texnologiyalari va yangi pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etilmoqda. Fan to'garaklari, sport mashg'ulotlari va ijodiy loyihalar orqali o'quvchilarning iqtidori rivojlantiriladi. Sportning 5 tashabbus musobaqasi hamda qayta joriy etilgan Umid nihollari musobaqasida biz o'quvchilarimiz ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallab, viloyat hamda respublika bosqichlarida ishtirok etishmoqda. Bolalar sport maktabi bilan shartnomalar tuzdik. Sport maktabidan trenerlarni olib chiqdik. Trenerlar o'quvchilarimizni sportga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirib, sog'lomlashtirishga qaratilgan yo'llar olib borilmoqda. Shu yilgi natijalarimiz shaxmat shashka, voleybol, basketbol. Basketboldan qizlarimiz tumanda faxrli 2-o'rinni olishdi. Bundan tashqari ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, kitobxonlik tanlovlari, vatanparvarlik darslari maktab hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Jamoaning sa'y-harakatlari natijasida maktab bitiruvchilari har yili oliy ta'lim muassasalariga kirishda yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Bu esa maktabda olib borilayotgan ta'lim va tarbiya ishlarining yuksak samarasidan dalolat beradi. Chortoq tumani 7-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi bugun yetuk, bilimli va vatanparvar avlodni tarbiyalash sari izchil harakat qilayotgan jamoa sanaladi.